Assalomu alaykum. Bugun biz yangi Chevrolet Matiz 2026 haqida gaplashamiz. Matiz nomi hammamizga yaxshi tanish, chunki bu model ilk bor 1998 yilda taqdim etilgan va tez orada arzon, ishonchli hamda tejamkor shahar avtomobili sifatida mashhurlikka erishgan. Endi esa 2026 yilda u zamonaviy ko'rinishda qaytmoqda. Yangi Matiz dizayni ancha o'zgargan. Old qismida LED faralar, kattaroq radiator panjarasi va sport uslubidagi bamper mavjud. Yon tomondan qaraganda ixcham, lekin dinamik chiziqlar unga yanada jozibali ko'rinish beradi. Ichki salon esa oddiy, lekin zamonaviy, raqamli panel, sensorli multimedia ekrani, Bluetooth va smartfon ulash imkoniyati bor. Texnik tomondan Matiz 2026 kichik hajmli 1.6 litrli 3 silindrli dvigatel bilan taklif qilinishi kutilmoqda. Bu dvigatel asosan shahar sharoiti uchun mo'ljallangan bo'lib, yonilg'i sarfi juda tejamkor. Ayrim bozorlarda gibrid yoki elektr versiyasi ham bo'lishi mumkin. Avtomobil yengil boshqariladi, tor ko'chalarda va tirbandlikda juda qulay. Raqobatchilarga kelsak, u Kia Picanto, Hyundai Ion va Toyota Aygo kabi modellarga qarshi chiqadi. Matizning asosiy ustunligi narx va xizmat xarajatlarining arzonligi.